O'rta ahvolingni qaragan, nuqul kir kiyinmasan. Unisiga sandan piyoshligiga o'tdi. Ko'zimga tushib ketdi o'zi. Nima qilib ishimiz shunaqa-da. Men bilan ishlik kimlar ko'p pul olib beraman. Ishim o'zimga yoqadi o'rta. Bo'lmasam, somsaga rozi bo'lay, 6 ta edim. Xo'jayinning so'rab qoladi deb, yo'q pul bor. Somsalar bor. Maya qani? Ani o'rtog'ing yana keldimi? Ha? Bugun nechta somsa ekan? Xo'jayin, oylingni oshirmasangiz bo'lmaydi. Voy, mana shu og'ayning keladi, miyangni zaharlab ketadi seni. To'g'risida qishnimaga qilamanmi? Sanchi ozgina sabr qilib turgin. Mana shu somsaxona shunaqa zo'r somsaxona qilamiz. Ko'rgani restoranga keldim deb o'ylaydi. Gap yo'q, havasim kelib ketdi. Kutganingga yarasha olsana mevasini, bu somsaxona restoranga o'xshaydi-ku. Shunaqa o'rtoq, undan tashqari uyga borib somsa olib beramiz. Xalqqa yaxshi kunda xizmat qilamiz. Mana tandirlar bor. Borasan, yo'q berasan. Gulzorda somsa chetsa, luboy odam tayinli. Xudoga shukr, brendimiz mashhur bo'ldi. O'rta, menga rozi bo'larsan-a, men ketdim. Pulchi? Pulni kim beradi? 5 ta ketdi. 15 ta o'zi edi, 20 ta sabr qildi. Shunaqadan hali. Bola vayron qiladi. Ayari, anu tekin tomog'ayning yana ketdi. Bu safar nechta yeb ketdi? Uni qo'yavering, oyling oshirasizmi? Voy, joyi qaralaring, sho'tkiyligini. Ish zo'r ketyapti-yu. Joyga zo'r, oylik yaxshimi? Somsachi, oylikcha bo'lib. Sen ozgina sabr qilib turgin, yangi filialga seni direktor qilib qo'yib, oyligini ham oshirib beraman. Menga lafz qilib qo'ydingiz. Voy, seni undan keyingi filialga direktor qilib qo'yaman, oyligini ham oshirib beraman. Mayli, direktor bo'lmagan oylingni oshirib. Voy, ozgina sabr qilib turlaring, hali shunaqa somsaxona qilamiz. Ko'rgili somsaxona emas, mehmonxona deb o'ylaydi.